Assalomu alaykum do'stlar, videoni oxirigacha ko'ringlar iltimos. Alhamdulillah do'stlar, Allohimga shukrki, sizlarning duolaring bilan, Allohimning mehribonligi bilan hamma og'riqlar qoldi. To'g'risini aytsam, yoshligimdan beri bunday og'riq ko'rmagandim. Juda qattiq og'riq bo'lib do'stlar, kasal bo'lib qoldim. O'zbekistondagi barcha doktorlarga rahmat aytaman. Butun Esengidan telefon kelyapti. Qirg'iziston, Tojikiston nima bo'ldi deb do'stlar. Hammalaringga kattagan rahmat do'stlar. Do'stlar, mana admin nomerlar shu darajada ko'p telefon keldiki, ko'tara olmagan bo'lsangiz uzr ming bor. Bundan tashqari do'stlar, bilasizlar, Nodirbek homiysi Raya kompaniyasi hozir Nodirbekga telefon qilib, obunachilaringga meni sovg'am bor. Faqat bu sovg'ani sen hadya qil dedi. Nodirbek, o'zingiz ayting, bu sovg'ani 4 kishiga sovg'a ataldi, men ayta olmayapman. Hozir shunday sovg'a taklif qildiki do'stlar, hayratdaman, to'g'risi. Xullas do'stlar, meni obunachilarimga